Assalomu alaykum barchaga. Broinvest jamoasi a'zolari. TradingView'da Bitcoin holati bo'yicha holat qanaqa? Haftalik, kunlik, 4 soatlik. 4 soatlikda bizda hozir uptrend holatda. E'tibor qiladigan bo'lsak, mana shu grafikda pastga tushishni aytib o'tgandim. Pastga tushish bo'ldi, lekin mana bu nuqtada limitga ishlamasdan pastga to'g'ri tushib ketdi. Asosiy zonalarimiz xo'p. Mana bu. Misol uchun oxirgi minimum va bundan keyin bitta yangilash va mana bu nuqtadan korreksiya bo'lgan. Korreksiyadan so'ng hozir yana bitta ko'tarilish bo'ladi. Taxminan qanchada desak, hozir Fibonacci tortib ko'rsataman. Mana bu yana dalshi pastga davom etadi. Mana shu model. Qachonki trend liniyani mana bu shaklda idealni buzib o'tadigan bo'lsa, bundan oldin ham ishlagan bu narsa bozorda har doim klassik analiz deganda mana shu analizlar ishlab beradi. Oddiy bir smart money konsepsiyasiga asoslanib likvidlikni misol uchun alohida bir nechta sabablarni ko'rmasdan turib mana shu bir nechta ikkita market struktura, trend liniyani to'g'ri chizib misol uchun shu narsani bilsagina odam yaxshigina foyda qilishi mumkin. Xo'p. Hozirgi nuqtasi mana bu minimum aniqlab oldik. Mana bu maksimum. Lower high. Bu lower low. Mana bu ham lower low. Ana endi Fibonacci'ni olamiz. Tortamiz. Bizga hozir qaysi zonadan ikkinchi sell ochish uchun pozitsiya biz qanaqadir sell ochib savdo qilmayman, men unaqa prosta ko'rsatyapman sizga. Mana shu zonaga yetib kelsa hozir xo'p. Fibonacci mana short position. Demak, pastga tortamiz 0.27. Böyle. Bunun rangi juda ham yuqori bo'lib qopti. Mana böyle. Demak, bizda narx 109 ming zonadan pastga 94 ming zonalargacha yurib berish ehtimoli juda yuqori. Qachonki ana shu struktura o'zi yangilab bersagina biz mana bu struktura yangilab minimumlar yuqoriga shakllansa yanada yuqoriroq narxni ko'ramiz. Impulsivni 140 minglarni, 150 minglarni men kutyapman. Endi bu 25-yil oxiri va 26-yil yanvar oylariga to'g'ri kelish ehtimoli yuqoriroq. Mana shu holat bizni kutyapti. Endi to'liq mana shu holatda biz bozorni kuzatamiz. Qo'shilib olish uchun misol mana shu kichkina time frame'larda, low time frame'larda 15 minutlik yoki 30 minutlik mana shu 1 soatlik, eng kamida 1 soat maslahat beraman. Korreksiya qilib bergan zonadan misol deylik, qarang. Xo'p. Hozir mana shu yerda to'liq korreksiya qilib bersa, keyin yana 109 minggacha olib chiqadigan nuqtani misol oldindan yana kichkinaroq belgilab olsak bo'ladi. Buni ham chartlarni hammasini men shogirdlarimga ko'pini tashab qo'yganman. O'zim ham har doim shu narsani analizlarim qanchalik ishlayapti yo'qligini ko'rib chiqaman. Xo'p, Fibonacci'ni o'chiramiz, buni o'chiramiz. Fibonacci'ni o'chiraman deb long position chartni o'chirib oldim. Xo'p. Belgiladik. Mana bu Fibonacci'ni o'chiramiz. Bo'ldi. Birinchisi ishlab bermadi. Mana bu zonalarda ushlab qolishga harakat bo'lgandi. Market struktura yangilansagina men
kanalda shu narsani aytib o'tgandim. Va mana bu ichki struktura mana bu yerda yangilanib, yuqoriga harakatlanyapti. Lekin 100.000 zonaga kelishini men oldindan aytib bo'lganman. Kanalda turibdi signal, ya'ni o'sha analiz turibdi. Hozir demak bizda holat eskisini agar o'chirib qo'yadigan bo'lsak vaqtinchalik mana eskisini o'chirib qo'ydim. Narx demak bizga 109.000 zonalarga kelsa sell, ya'ni down trendga yana qarash qilamiz. Misol deylik, hozir coinlar yuryapti-da, misol mana hozir yana sal korreksiya qilib yuqorilab berguncha ham kriptovalyutalarda ham, umuman imkonlarda ham savdo qilish uchun imkoniyat bo'ladi. Va savdo qilsangiz bo'ladi va shu zonaga yetib kelgandan keyin astagina foydalarini olib turib, to'liq balansni bunaqa aynan down trend holatda men bitta narsani ochiqlab ketaman. Va ko'p katta professional treyderlar bu narsaga amal qiladi. 70% balans diversifikatsiya, ya'ni 70% plus to'liq safe holatda turish kerak. Faqat 30% bilan kichkina summalarda shu o'zingizni himoyalagan holda bozorda pul yo'qotmasdan mana shunaqa yomon kunlardan o'tib olish. Asli bu yomon kun emas, bu bozor realni chegirma qilib beryapti. Mana hozir olsang bo'ladi degan joyda chegirma qilib beryaptimi, o'shanda olish kerak. Deylik, kuchli professional treyder mana bu nuqtadan oladi, mana bu nuqtadan oladi va mana bu nuqtadan oladi. Keyin asta maksimumlar yangilandi, sotadi. Shuning uchun shunaqa qarash qilamiz. Xo'p, agar bu nuqtalarga 94.000 ga kelish ehtimoli yuqori, bu qanaqadir agar so'z shart emas. 140.000 gacha 50% yurib berish, bu sog'lom o'sish bo'ladi. Bu yog'iga Bitcoin unaqa to'g'ri birdaniga pompalanib ketish ehtimoli yuqori emas-da, og'ir. Ya'ni market kapitalizatsiyani tushungan odam bu narsani birdaniga tushib, birdaniga o'sib ketish ehtimolligi pastligini juda yaxshi biladi, lekin yillik daromad bo'yicha juda ham ko'p aktivlardan ustun jihatlari bor. Xo'p, bugungi bozor updateimiz shundan iborat. Xudo xolasa like, kanalimizni rivojlanishi uchun yangi do'stlaringizni taklif eting. Mana shunaqa yangiliklar va videolarni qisqacha bu yo'lga chiqarib boraman.